paytlar bo'lganki, otamizni men dadam ishdayligi uchun dadamni 20 kun 10 kunda bir ko'rgan paytlarim bo'lganda bolaligimda. Dadam ishdan kelganda biz uxlab qolganmiz va uxlayotgan paytimizda ishga ketardilar. Lekin har kuni ko'rgan muallim otangizdek qadrdon, otangizdek mehribon bo'lib qoladi-da. Shuning uchun ham ustoz otangdek ulug' degan gap bo'ladi-da elda ichida. Men o'zimga saboq bergan birinchi, ayniqsa ilk saboq bergan ustozimizni bir lahza bironam unutganim yo'q. Zabonlari shirin edi, mehribon edilar, juda ham mehribon edilar. Ijtimoiy tarmoqlarda unda bunda o'qituvchini behurmat qilayotgan ota-onalar, o'zini bilmagan ota-onalar. Ularni ko'rganda aytaman, endi guruchning ichida kurmagi bo'ladi. O'zini hurmat qilgan odam hech qachon bir boshqa kimsani, ayniqsa farzandiga ta'lim berayotgan insonni behurmat qilmaydi. Baribir ota-onalar bu borada, bu tarbiya borasida yordam berishlari kerak, e'tiborli bo'lish kerak. Yaxshilik sog'ingani uchun yoki bir sinf o'quvchini oldida haqorat qilish, ovozini baqirib ularga yomonliklarni sog'inishlik bu yaxshi holat emas. Albatta bularga barham beriladi. Birinchi sinfda o'qiydigan nevaramizga maktabdan olib kelish uchun borsak, o'qituvchisi yoshlari kattagina opa qo'lidan yetaklab olib chiqib, qo'limizga tutkazib keyin qaytadi. Demak, 30 ta bolani har biriga 30 marta chiqib qaytadilar. Jonnisorlik shunchalik bo'ladi-da. Qalbida vatanparvarlik tuyg'usi, mehrli, oqibatli, qadriyatlarni qaddini tiklaydigan, bir eldi koriga yarash uchun belini 5 ta joyidan baylaydigan yigit, mana shunday qiz bo'lishi uchun biz hammamiz birdan harakat qilishimiz kerak. Bola bo'lib qolsaydim yana, ortingizdan yugurgan, chopgan, umrining ilk lahzalarida hech tugamas xazina topgan. Bola bo'lib qolsam qaniydi, daftarida bodroq yulduzcha, murabbiysin yo'lini poylab, tosh yo'lakda o'tirgan qizcha. Oq terakmi, ko'k terak aytib, ustoz kerak derdik jo'r ovoz. Oq qushlarday qanotlar qoqib, bag'ringizga sig'ardik ustoz.